Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun biz siz bilan trans vaqtida insonga nimalarni singdirish mumkin? O'sha haqida gaplashamiz. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Dostkamizga agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, singdirishga qisqacha ta'rif yozib qo'yganman. Singdirish bu so'z va kommunikatsiya orqali inson ong ostiga ma'lum bitta fikr yoki holatni joylashtirish jarayonidir. Mana bu singdirishga qisqacha ta'rif. Biz bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Gipnoz vaqtida, ya'ni trans vaqtida ko'pchilik o'ylaydi, insonga har qanaqa buyruq yoki fikrni singdirsa bo'ladi. Yo'q, bu unaqa emas. Insonga agar uning qadriyatlariga to'g'ri kelmaydigan buyruq beradigan bo'lsak, trans vaqtida inson u buyruqlarni bajarmaydi. Yana bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Singdirish aynan trans vaqtida bo'lishi kerak. Chunki biz agar inson trans vaqtida singdiradigan bo'lsak, u fikrni qardan menga bu fikrni kimdir aytdi yoki kimdir meni miyamga joylashtirdi degan fikrdan yiroq bo'ladi. Ya'ni trans vaqtida berilgan buyruq inson xuddi uni o'zi qaror qabul qilganday his qiladi. Insonga ma'lum bitta fikrni singdirishdan oldin u inson bilan raportda bo'lishimiz kerak. Ya'ni u inson bizlarga ishonishi kerak. Raportni qanday o'rnatamiz? Raport o'rnatish to'g'risida bizlarda kanalimizda video bor. Muloqot bosqichlari degan. Kirib ko'rishinglar mumkin. Ana endi biz qisqacha o'sha raport o'rnatish sxemasini ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Chunki agar raport bo'lmasa, biz u insonga ma'lum bitta fikr yoki g'oyani singdirishimiz qiyin bo'ladi. Birinchi navbatda o'sha insonni biz kuzatamiz. Kuzatgandan keyin u qanaqa xatti-harakatlarni qilyapti, misol uchun, va qanaqa nafas olyapti. Aynan trans vaqtida raport o'rnatishda biz insonni nafas olishiga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. U insonni nafas olishiga biz moslashimiz kerak ikkinchi bosqichda. Moslashimiz kerak. Ya'ni u qanaqa nafas olyapti, sekinmi yoki tezmi, o'shanga biz moslashimiz kerak bo'ladi. Ana endi biz o'sha insonni nafas olishiga moslashdik. Moslashgandan keyin ma'lum miqdorda o'sha insonga biz o'xshashlikka harakat qildik. Ana endi 3-bosqich, ya'ni biz u inson bilan raport o'rnatdikmi? Tekshirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz misol uchun ma'lum bitta xatti-harakatlarni qilishimiz kerak. Agar u inson bizlar orqamizdan bizlar bajargan xatti-harakatni bajarsa yoki o'xshash harakat qilsa, demak u inson bilan bizlarda raport bor. U inson bizlarga ishonyapti. Ya'ni raport o'rnatdik. Ana endi 4-bosqichda biz o'sha ma'lum bitta fikrni raport o'rnatgandan keyin singdirishimiz mumkin. Mana. Bu qisqacha raport o'rnatish bosqichlari edi. Trans vaqtida insonga nimalarni singdirish mumkin? O'sha haqida gaplashib o'tamiz. Birinchisi bu ma'lum bir e'tiqod va ishonchlarni singdirsa bo'ladi. Siz o'zingizga tobora ishonch his qila boshlayapsiz. Ana endi ikkinchisi, trans vaqtida insonga aniq jismoniy harakatlarni singdirish mumkin. Bu ikkinchisi. Ya'ni bu qanaqa jismoniy harakatlar bo'lishi mumkin? Misol uchun, ko'zlaringizni yuming yoki qo'lingizni ko'taring. Uchinchisi, trans vaqtida qaror topishga yo'naltirish mumkin insonni. Misol uchun, siz ichingizda eng to'g'ri qarorni topa olasiz. Xo'p, davom etamiz. 4-si, ya'ni trans holatiga kirish yoki transdan chiqarishga ma'lum bitta buyruqlarni berishimiz mumkin. Misol uchun, siz tobora chuqurroq trans holatiga kiryapsiz. Yoki
transdan chiqarish uchun 5 gacha sanayman. Siz asta ko'zlaringizni ochishingiz mumkin. Mana shunaqa buyruqlarni berishimiz mumkin. 5-inchisi, ya'ni trans belgilarini chaqirishga qaratishimiz mumkin. Misol uchun, yuz mushaklaringiz bo'shashayotganini his qilishingiz mumkin. Mana sizlar bilan trans vaqtida nimalarni insonga singdirish mumkinligi haqida qisqacha tanishib o'tdik. Video foydali bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Videoning описаниесida Telegram kanalimiz bor, a'zo bo'lishingiz mumkin. Ma'lumotlarim shulardan iborat. Xayr.